Xo'p, Oqsaroy qarorgohini o'zi balandligi juda ham baland bo'lgan, lekin mana bu shaklga kelishiga ayrim bir sabablar bor degan afsonalar va tarixiy ma'lumotlar bor. Hozir u haqida bizga akamiz o'zlari ma'lumot beradilar. Ya'ni qisqacha nima uchun mana bunaqangi shaklga kelganligi bo'yicha fikrlarni eshitamiz. Oqsaroyda balandligi Temuriylar davrida, ya'ni Amir Temur davrida Amir Temurning shaxsan o'zi buyrug'iga asosan qurilgan. Qurilish yillari 1380-1404 yillarda, ya'ni 24 yil mobaynida qurilish yakunlangan. Saroyda o'sha payt balandligi 72 metr tashkil etgan. 72 peshtoq va gumbaz qismlar bo'lgan. Hozir turganimiz darvoza xolos. Faqat darvozaning kirish qismi. Saroy mana bu yoqda bo'lgan. Bu tomonda qurilgan bo'lgan. Endi buzilishi bu yillar davomidagi urushlar sabab bo'ladi. Ya'ni eng asosiy buzilish davri 1870-yilda 14-15 avgustda general Abramsning hujumi sabab bo'ladi. Ya'ni Rossiya bosqini davrida. Ya'ni o'shunga to'g'ri kelgan. Ya'ni Timurning Oqsaroyini buzilishida Abramsning 7-raportiga berilishicha shahar aholisining 3 chaqirim nari berib tutib oldi va non bilan mehmon qildi. Shaharni menga shunchaki ochib bersin deb ma'lumot beradi. Aslida boshqa bir rus siyosatchi tarixchining bergan ma'lumotiga ko'ra, shaharni egallash uchun juda ko'p rus askarlari qoni va qurollari kerak bo'ldi deb imperatorga noma yuboradi va 7-raportda rad etadi. Lekin Abramsning hujumi ham juda katta zarar keltirgan bo'lishiga qaramasdan saroyning juda ko'p qismi saqlanib turgan. To'liq vayron etilishi 1920-yil oktyabr oyidagi Sharqa va Kitob aholisining qo'zg'oloni sabab bo'lgan. Ya'ni Buxoro amirligiga bo'ysunish bo'yicha Leninning buyrug'i berilgandan keyin fransuz generalini jo'natadi. Demak, 20-asrda taxminan 20-yillarida o'sha Kitob shahrsabzi bo'lgan qo'zg'olonlar oqibatida katta qo'shin tashlanib, taxminan mana shu harakatlar oqibatida shaharni buzishda to'plardan tashqari, pulemyotdan tashqari aeroplanlardan o'sha davrning ilk zamonaviy samolyoti hisoblanadi. Birinchi jahon urushida qo'llangan aeroplan shaharga 9 bomba yog'di. Pastda Jahongir Mirzo maqbarasi, Davlat Saodat majmuasi 3dan bir qismigina qolgan. Uning barcha qismi vayron etildi. Saroy qismini umuman tekislab tashlagan. Mana shu saroyning darvozasi ham 3 metr tuproq ostida bo'lgan. Demak, bu aslida bino emas, bu shunchaki darvoza joylashgan ustun shaklda bo'lgan. Men shu paytgacha 26 yildan beri buni bino shaklida bo'lgan deb tasavvur qilgan ekanman. Endi ko'pchilik shunday deydi, saroy deydi, tepasida hovuz bo'lgan deydi. Abdulloh xon Shayboniylarda bo'lgan xon buzdirib tashlagan bu yerda deydi. Nasrulloh xon kelib to'pdan o'qib turgan deydi. Barchasi o'zimizdagi hukmdorlarga taqab qo'ydi. Aslida unaqa emas. Barcha hukmdorlar shaharni egallagandan keyin albatta uni restavratsiya qilish, ya'ni ta'mirlab qo'yish. Abdulloh xon mudofaalarni qulatib kirgan. Uni ham qayta tiklab qo'ygan. Eng munosib varish Shayboniylar sanaladi. Oqsaroy o'sha davrda ichki iqlimda yagona bo'lgan saroy. Balandligi, mahobati, bezatilishi to'liq hosillar bilan bezatilgan. Hozir davrda juda qimmatbaho san'at asari sanaladi. Xullas, mana shunaqangi kattagina tariximizda ayrim shaxslarni dedik mas'uliyatsizlik sababli to'liqligicha saqlab qololmagan. Bo'ladi.